Ramzan Qodirovning o'limiga tayyorgarlik boshlandi. Kreml Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning ehtimoliy o'limi ortidan hokimiyat vakuumi yuzaga kelishi muammosini hal qilish ustida ishlamoqda. Armanistonda odamlar qor bo'ronida qolib ketdi. Qor sabab 40 nafar o'quvchi imtihonga bora olmagan. Ular uchun alohida imtihon o'tkazilishi aytilgan. Namangan ko'chalarida bezorlik qilgan eshon qo'lga olindi. Oldin ham bir necha bor sudlangan ushbu shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkent metrosida poyezd bekatlari orasida to'xtab qoldi. Mazkur holat bartaraf etilib, yo'l tozalanmagunga qadar poyezd harakati taxminan 13 daqiqa davomida vaqtincha to'xtab turgan. Eron AQShga qarshi urushga tayyorlanmoqda. Eron armiyasi urushga yuqori darajada tayyor turibdi va eng yomon ssenariyga ham tayyorgarlik ko'rmoqda. Toshkentda noqonuniy qurol saqlaganlar qo'lga olindi. Sergeli tumanida ham bir fuqaro gaz pistoleti, gaz ballonlari, pnevmatik qurol va katta miqdordagi o'q-dorilarni $2000 sotayotgan vaqtida qo'lga olingan. Har kuni sizdan yashirilayotgan voqealar bor. Ularni bilishga tayyormisiz? Unda Telegram kanalimizga ulaning. Havola profil shapkasida.